Ustimizda-chi, mana shunaqa Xitoy ko'ylagi bo'lsa ham Turkiyani statusini beradi-da. Shunaqa liboslar faqatgina bizni Dubai House'da. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz qanaqa? Voy, mazza qilib yashang, negativlarga e'tibor bermang, voqeali izladigan videolarni ko'rmanglar. Faqat kayfiyatingiz ko'tariladigan videolarni ko'rsanglar, baxt garmoniylar ishlab chiqadi va siz yosharasiz. Yosharib yurganingiz yaxshimi yoki asabingiz tugagani yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshilanishi uchun Dubai House'dan libos kiyishingiz kerak. Qarang, qanaqa chiroyli liboslarimiz keldi. 599 ming so'mdan razmerlarimiz 46 dan 52 gacha. Egnimda esa 48 mi? 46 mi? 46. Egnimda 46 razmeri, bu malamerka hisoblanadi. Shuning uchun yelka va ko'krak aylanangizni o'lchab turib buyurtma qiling. 599 mingdan yuvib kes. Toshlarni qarang, mulchoqlari qo'l mehnati bilan qadab qo'yilgan.